ishlayotgan vaqtlaringda maxsus kiyim, ko'zoynak, qo'lqop va havo filtrlaridan foydalanishlaringni maslahat beraman. Barchaga assalomu alaykum. Bugungi video obzorimiz Polvon kompaniyasi tomonidan sotuvga qo'yilgan yuqori bosimli dori purkagich haqida bo'lib o'tadi. Eslatib o'taman, dori purkagichlar haqidagi video obzorlarimiz 3 qismga bo'lingan edi. Birinchi qismida akkumulyatorli dori purkagich, ikkinchi qismida benzinli purkagich va uchinchi qismida, ya'ni bugungi qismida esa yuqori bosimli dori purkagich haqida obzor olib boramiz. Agarda sizga qaysi bir modelimiz qiziq bo'lsa, sahifamizga joylangan to'liq video obzorni ko'rib, u haqida batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Demak, bugungi video obzorni boshlashimdan oldin sahifamizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Boshladik. Ushbu yuqori bosimli benzinli purkagichimizning modeli PV250-25B bo'lib, uning texnik xususiyatlari: dvigatel turi 2 taktli, ya'ni do'q taktli bo'lib, quvvati 0,175 kW, ya'ni 750 Watt. Dvigatel hajmi 26 cm3. Purkash shlangining uzunligi 1,2 metrni tashkil etadi. Purkash masofasi 10 metr. 1 daqiqada 6 litrgacha kimyoviy aralashmani purkay oladi. Albatta bu ham gaz berish darajasiga bog'liq. Asosiy bakining sig'imi 25 litr. Bu bilan siz bemalol uzoq muddat dorulash ishlarini bajarishingiz mumkin bo'ladi va yoqilg'i bakining sig'imi esa 1 litr. Shu joyda ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak, ushbu yuqori bosimli dori purkagichimizning dvigateli soatiga taqriban 1 litr 92 markadagi benzinni sarf qiladi. Lekin benzinli purkagichni ishlatayotgan vaqtingizda gaz berish darajangizga qarab benzin sarfi miqdori o'zgaradi. Kompaniyamiz tomonidan ushbu yuqori bosimli benzinli purkagichimizga 6 oy kafolat berilgan va sizlar uchun eslatib o'taman, kompaniyamizning O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarda rasmiy servis markazlari va ko'chmas servis xizmatlari ham mavjud. Avvalo, purkagichni to'g'ri yig'ib olganingizdan so'ng 1 litr 92 markadagi benzinga ekraningizda ko'ringan ushbu yog'dan 25-30 ml aralashtirib, bak qismini to'ldirib olamiz va undan so'ng birdaniga purkash ishlarini bajarish uchun yo'l olmasdan, avvalo birinchi bo'lib qurilmani, ya'ni purkagichni 3-5 daqiqa qizdirib olgandan so'ng purkash ishlarini boshlashni tavsiya beramiz. Nega 92 markadagi benzin deyishingiz mumkin? Sababi juda ham oddiy. Qurilmaning dvigateliga qancha yaxshi markadagi benzin quysangiz, qurilmaning dvigateli uzoq va samarali ishlash uchun xizmat qiladi. Eslatma o'rnida aytib o'tishim kerak, dori purkagichni quruq ishlatish taqiqlanadi, sababi nasos qismi quruq ishlashning hisobiga ishdan chiqishi mumkin. Ko'rishingiz mumkin, qurilma nasosining qismlari latum metaldan tayyorlangan. Bu esa qurilma nasosining korroziyaga chidamligini oshiradi hamda qurilma nasosi uzoq muddat ishlash uchun xizmat qiladi. Nasos qismining o'ng va chap tomonlarida ikkita moy turadigan joyi mavjud bo'lib, ularni har 2 marta bak qismi bo'shatilganda soat strelkasi bo'ylab 1 marta aylantirib qo'yishni tavsiya etiladi. Agarda u yerda moy qolmagan bo'lsa, litol moy bilan to'ldirib yopib qo'yishni tavsiya etiladi. Benzinli purkagichimizning komplekt qismidan mana bunday maxsus baquvvat purkash shlangi va bitta, ikkita, uchta maxsus purkash nasotkalari chiqadi va aynan ushbu purkash uchlarini bir-biriga ulagan vaqtda kerak bo'ladigan sanniklar, agar ushbu sanniklarni qo'shib ulanmasa, dori apparatiga quygan dorimiz aynan sannik o'rnatmagan joyimizdan sizib chiqishi 100% aniq. Shu sababli sannikni o'rnatish esingizdan chiqmasligi kerak va svichani yechib qotirish uchun maxsus komplektdan chiquvchi kulch ham mavjud. Va qo'llanish uchun kitobcha, kafolat varog'i. Orqasida esa Polvon usta bonus tizimining maxsus stikeri, aynan ushbu joyni o'chirib, u yerga kiritgan holatda ustalarimiz bizdan bonus olishlari mumkin. Dori purkagichimizni ishlatib ko'rsatib berishdan oldin avvalo uni qanday qilib to'g'ri o't oldirish kerak, qanday qilib to'g'ri o'chirish kerak, shu masalalarga ozgina to'xtalib o'taman. Demak,
Avvalo siz yangi sotib olgan vaqtingizda yoki uzoq muddat ishlatmasdan turganida to'g'ri o'tashni bilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Birinchi avvalo mana bu pastda tugma bor. Aynan o'sha joyni bosib benzinni chiqarib olamiz, mana keltirib olamiz. Benzin keldi, passosni tepaga ko'taramiz. Har qanaqangi holatda turgan bo'lishidan qat'iy nazar, passosni tepaga qaratamiz. Va gaz darajasiga qaraymiz, ya'niki gaz berish rechegiga. Biz past оборотga joylab qo'yamiz yana. Rechegida. Va tortqichni tortamiz. Mana bittada o't olib ketay deb o't olishga tayyor bo'ldi qurilma dvigateli. Ana shunaqa holatda biz passosni pastga tushiramiz. Pastga tushirib yana tortqichni tortamiz. Bittada o't oldi mana. Endi men qurilma оборотini, ya'niki dvigatel оборотini ko'taraman. E'tibor bergan bo'lsangiz, men оборотni ko'targan sarin purkash darajasi, ya'niki purkash bosimi shuncha ko'tarildi. Endi tasavvur qiling, men ishimni yakunladim. Ishni yakunlaganda mana bu qizil tugmani bosgan paytimiz tor purkagichning dvigateli o'z-o'zidan o'chadi. Ana endi tasavvur qiling, men ishimni yakunladim va qurilma bak qismini qayta zapravka qildim. Ya'ni qayta dorini ichiga quyish orqali zapravka qildim bak qismini. Ana shunaqa holatda orada 5-10 daqiqa hali o'tgani yo'q. Ya'ni qurilmaning dvigatel qismi hali sovimagan. Bunaqa holatda biz boyidaqangi passosni ko'tarishimiz yoki tushirib yana qaytadan o't oldirishimiz shart bo'lmaydi. Shunchaki tortqichni bitta tortsak bo'ldi, o't oladi. Voila. O'ylaymanki, siz ham qanday qilib to'g'ri o't oldirishni, qanday qilib o'chirishni o'rganib oldingiz. Ana endi qurilmani sizga qanday purkashini ko'rsatib beraman. Eslatma sifatida aytib o'tishim kerak, men sizga purkagichni ishlatib ko'rsatib berayotgan vaqtimda oddiy suvdan foydalanyapman. Siz esa kimyoviy modda, ya'ni kimyoviy aralashma bilan ishlayotgan vaqtingizda shamolga qarama-qarshi purkash ishlarini bajarmasliklaringni maslahat beraman. Va bundan tashqari ishlayotgan vaqtlaringda maxsus kiyim, ko'zoynak, qo'lqop va havo filtrlaridan foydalanishlaringni maslahat beraman. Albatta, bu esa sizning sog'ligingiz uchun xavfsiz hisoblanadi. Bundan oldingi video obzorlarimizda ustakalarimiz uchun maxsus bonus tayyorlab qo'yayotgan edik. Aynan ushbu bonusni qo'lga kiritish imkoniyati sizda mavjud. Buning uchun Telegramdagi Polvon usta bonus botidan ro'yxatdan o'tib, u yerga ekraningizda ko'ringan ushbu maxsus stiker kodini kiritgan holatda bugungi video obzorimizning maxsus bonusini qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Shuning bilan birga bugungi video obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda qo'shimcha savollaringiz va takliflaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.